Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylariga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan aziz Uyg'ur millatim, vatandoshlarim, yaxshimisizlar? Men vatandishinglar Ablajon Leylnaman, Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2023-yili 12-oyning 5-kuni yakshanba. Aziz vatandoshlarim, bir qisminglarning xabari bo'lganidek, men oldingi haftaning oxiri, ya'ni yakshanba kuni yarım saatga yaqin bir nutqimni e'lon qilish orqali o'zimning bir qism ko'z qarashlarimni xalqimizning anglab chiqib, ilmiy shaklda tahlil qilib, tanqidiy foydalanishlarga sungan edim. Shu kundan tortib bugungacha bir qancha kun ichida men intayin ko'plagan taklif, tanqid, tahdid va haqoratlarni topshirib oldim. Men ilgirimi o'ttirib qo'ygan öz ailesi ve özüden başka bir grup yoki bizga o'xshash bir millatga vakolatan ish ilib boraman degan har qanday bir shaxs o'zini shu vazifaga nomzod qilib ko'rsatgan kunidan boshlab shaxsiy kimligini asosiy jihatdan yo'qotgan bo'ladi. Uning uchun men vatanim xalqim uchun ish qilaman deb o'ttirga chiqqan bir shaxs bo'lganman. Xalqimizning har turli tanqid va taklif, hatta hakaretlerine berdaşlık berişki mecburmen. Onun için ben mini tıllıgallarını tıllap emez. Ben nait ilmi şekilde gerçi ular beni hakaretlep bazı bir fikirlerini oturup koyuvatkan bolsa mu, şu fikirlerinin içindeki çokum cevap vermişsem bulmaydı deyilgen bir kısım mühim noktalarını tallap elip bugün her kaysınızlarga addi ve ammibab şekilde düşündürüş için oturuğa çıktım. Bu suallardan en içindeki mühim bir sual şu ki, o sualda Ablajon efendim, siz ilgiriki nutqinizda tashqi dünyada faaliyet ilip beriyotgan kişilik hukuk insan hakları teşkilatlarını bulup mu, bularning içindeki xalqaraga bir kadar tonulgan Uygur milletiga tonish bo'lgan ve muşu tashqi dünyadaki kişilik hukuk insan hakları faaliyetleri ilip beriyotgan teşkilatlarının içindeki en küçük birisi bo'lgan Dünya Uygur Kurultayı ve onun ilip beriyotgan faaliyetlerini asasi jihatdan nölge tanqibsiz. Bu bir haqqaniyat mı? Bunun için siz xalqimizga cevap bersangiz bo'pti ekan degan bir to'g'ri bir savolni o'tirib qo'yibdi. Aziz vatandoshlarim, men bunga javob berishdan burun kişilik hukuk ve insan hakları ve insanların hak hukukları daxli tarzga uçurgan çığda qaysi şekilde namoyish ve faaliyetlerini qandaq o'rinda, qandaq sharoit ilib borsa eng to'g'ri bo'ladi degan bundaq bir masalani o'tirib qo'ymoqchiman. Kişilik hukuk insan hakları ve insanların daxli tarzga uçurgan hak hukuklarını qo'g'dash uchun ilib boradigan namoyish, güç gösteriş, yığılış, iş taşlaş, konferans ilip biriş, birleşme bayanat elan kılış, halkını toplap koçulara çıkış, bu xildeki faaliyetler ve namoyish güç gösterişler xalqaradaki demokratik devletlerde öz rolünü cari kıldıralaydı. Bu deganlik, xalq özlerinin hak hukukları daxil tarzga uçurgan çığda özleri saylap bekitken hükümet rehberlerinin ilip beriyotgan gündelik faaliyetleri, belgilenen siyasetleri, çıkargan kanunları aşı devletlerinin içindeki puhralarının menfaatiga ve hak hukuklarına ziyan zahmet yetkizgenligini körgen hemen şu devletinin puhraları oturga çıkıp intayin güçlük namoyish, kuch ko'rsatish ilib bordi. Eğer bu hükümet o'rniga chiqib vazifa o'tayotgan kishilar bu xalqning namoyish kuch ko'rsatishiga pisand qilmasa yoki uni e'tiborga olmasa, u holda xalq keyingi saylamda o'zlarining saylash va saylanishdan iborat bu muqaddas huquqidan foydalanib, ularga ovoz bermaydi-da, ularni vazifasidan qoldirdi. Onun için demokratik devlet hakimiyet üstüdekiler xalq tarafidan saylanadigan bo'lganligi uchun ular xalqning bu xildagi kuch ko'rsatish va namoyishlarga
alayida ahamiyat berdi. Ama bizning ahvolimiz boshqa. Bizning düşmanimiz dinsiz, imansız, intayin mustabid bir diktatörlük hakimiyet. Bizning tashqi dunyoda turib, bu Xitoy kommunist hakimiyetiga qarshi kishilik huquq, inson haqlari, namoyish va yig'ilishlarni elib berishimiz bilan uning hech kori bo'lmaydi. Chunki bizning xalqimizda uningga ovoz berib, u hakimiyet ve uning rahbarlarini og'dirib o'tish iqtidori yo'q. Undaq sharoitimiz ham yo'q. Hem en muhimi biz u Xitoy kommunist hakimiyetining bir parçası yoki uning bir qismi emas biz. Bizning davarimiz hech qachon kishilik huquq, inson haqlari davosi emas. Aksincha bizning davarimiz haq talab, mustaqillik ve zimin davosi. Ayni vaqtdagi hür, azad, mustaqil davlatimizni asliga keltirish davosi. Uning uchun Xitoydek bir kommunist hakimiyetga tashqi dunyoda turib, xalqimizning haq-huquqlarini dafsanda qilding. İnsani hukuklarga daxli tarz yetkizding. Irqiy qirg'inchilik ilib berayotsan, uni to'xtat. Deganga o'xshash shuarlarni to'lab tashqi dunyoda namoyish qilish Xitoy uchun hech qanday unum bermaydi, ham bermay kelyotidi. Aziz vatandaşlarım, bizning xalqimizning mutlaq ko'p qismi dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bir xalq bo'lg'achqa, men intayin ommabop shaklda buni hammadan tushunadigan bir tilda tushuntirishga tirishib bakmoqchiman. U bo'lsa-mu, bir dehqon mayli yomg'ir yog'sin, bo'ron chiqsin, tomuz issiq, pahpa issiq bo'lsin, u hech bir kunni kechiktirmay, her günü demanmasdan ketminni o'shnisiga atib, belig'i poti bog'lab, ishlash uchun etizlik qarab meng'atsa ve to'xtamasdan shu tomuz issiqda atiyaz to'ng erigandan tartib kuzgacha ishlab, kuzda hech qanday g'usl ololmay, ikki qo'lini buniga tiqib oilasiga qaytib kelib, o'zi va oilasini boqolmaydigan bir dehqonni uning har kuni poti bog'lab o'shnisiga ketmanni atib ishga ketib olganligini ko'riblam, uni biz intayin emgakchan, jafokash, tirishchan dehqon demdik. Yoki uning shol teradigan yerga patqoqqa bug'doy terib, bug'doy teradigan quruq yerga shol terganligi uchun buning dehqonchilik saviyasining tuvanligi, dehqonchilikdan hech qanday xabar bo'lmagan bir ahmoq dehqon ekanligini deb uningga biz uning olgan kuzdagi ho'suliga qarab javob beramiz. Bir dehqonning kunda ketmanni ko'tarib, bir kunni isrof qilmay, bir kunni sarf qilmay, bir kun vaqtini oilasida o'tkazmay, davomli etizlik qarab ishlayotganligidan iborat bundaq bir ko'rinishni ko'riblam, biz bu dehqonni intayin emgakchan dehqon demdik. Yoki bir dehqonning haqiqiy bir yaxshi dehqon ekanligini uning kuzda olgan ho'suliga qarab belgilamdik. Albatta bir dehqonning yaxshi dehqon bo'lishi uchun uning kuzda olgan ho'suliga qarab baho bermemiz lozim. Hozir bizning tashqi dunyoda kishilik huquq, inson haqlari davosi elib berayotgan bu tashkilotlarimiz yuqorida men misol keltirgan dehqonlarga o'xshaydi. Bular qarsanglar davomli xuddi dehqon ketmanni bo'yniga atib olgandek, bular bayroqni bo'yniga esib, lozinkalarni ko'tarib, dunyoning har qaysi joylarida to'xtamay namoyish qiladi. Xuddi u dehqon ketmanni ko'tarib, har kuni etizlikqa berib, etizlikda qandaqdir to'xtamay bir ish qilayotgandek ko'ringanidek. Endi bularning shu bayroq ko'tarib, birdan u davlatda, birdan bu davlatda namoyishlarni elib berishi, çoğun kölemli konferanslarni uyushtirish ve birleşme bayonotlarni e'lon qilishlari muşu dehqonning kunda atiganda ish qilmog'ini bilan o'pma o'xshash. Ammo xuddi muşu dehqon qarmoqqa shunda qattiq ishlayotgandek ko'rinsa-mu, kuzda hech qanday g'usl ololmay, o'zi va bolalarini och qo'yganligiga o'xshash, Dünya Uyg'ur qurultiyi ve kishilik huquq tashkilotlarimi her günü bayrağını götürüp dünyanın her qaysi joylarida xuddi aşı dehqondek chip yurgandek ko'rinsa-mu,
Ameliyatda xalqimizning bugungi ahvoli, siyosiy ahvoli, ularning haq huquqlari qo'g'dilish u yoqda tursin, kundan kuniga yomonlashib, milyonlarcha xalqimiz turmalarda azoblanyotidi. Hayvonlardan 5 betteri halda xorlanyotidi. Xuddi dehqon Etiyaz to'n ergenden tatip küzge işlep hiç kanda gusul alamagandek bu tashqi dunyoda faoliyat elib berayotgan kishilik huquq inson haqlari tashkilotlarimi xuddi shu dehqon ikki qo'lini buniga tiqib kuzda qaytib kelib bolalarini och qo'ygandek bularningmi eng oxirida qaytib kelgan chig'ida yil oxirida xalqimizning ahvoli yaxshilanmay kundan kuniga yomonlashib ketib boradi. Uning uchun biz bu nuqtalarni o'ttirg'a qo'yib tahlil qilishga majburimiz. Bu bizning vazifamiz. Bu faoliyat elib berayotgan tashkilotlarning ahvollarini kuzatish, ularning qilayotgan ishlarining natijasiga qarashimiz kerak, natijasiga. Xuddi biz dehqonning ketidan ko'tarib kunda ish qilmaganlik qarab uni yaxshi dehqon demay, uning kuzda ekirgan hosuliga qarab baho berganimizdek, bizmi kishilik huquq inson haqlari faoliyat elib berayotgan bu tashkilotlarning to'xtamay elib berayotgan bu faoliyatlardan kelib chiqqan natijalarni o'ttirib qo'ymagimiz kerak. Aziz vatandoshlarım, men yana bir misolni keltirib o'tay. Bizning yezimizda, ya'ni men cho'ng bo'lgan rayonda Qizilqum deb ataydi, intayin bir qancha 100 oila yashaydi. Hammamiz bir-birimizni bildigan bir jutdi. Shu jutimizda bizning Yasin Gaz deydigan bir akimiz vardı. Bu kishining quliqi egri o'g'ashqa, boshqalarga intayin yuqori ovozda so'zlab, odatlangachga ovozi intayin yaxshidi. O'zimi eg'iz adabiyoti intayin kuchlik, qo'shaq ketib, xalq maqol tamsilini so'zlaydigan notiq bir kishidi. Uning uchunmi mahallimizda o'lim bo'lsa, qayerda bir o'lim bo'lsa, bu kishi kelib beliga oq bog'lab, intayin chiroyli qo'shaq ketib, yig'lab, hamma odamni yig'iltatdi. Bu kishining bu qo'shaq ketib yig'lagan Aşı nezirinin 3 nezir, 7 nezir, 40 nezir, yıl nezirlerde aşındak Moğoluk koşak etip yığılganlık için bu kişi qaytkan çığıda şu ölüm ilgileri onunla bir toqçak kir sopun, bir toqçak kan, onundan keyin 1-2 metr çiper qutni qo'liga berib, onun rahmet etip yolga sap qo'yatdi. Hozir bizninki xuddi mushu Yasin Gaskamga o'xshash bizning hozir tashqi dunyoda faoliyat elib berayotgan bu kishilik huquq inson haqlari tashkilotlarimiz xalqimizning vatan ichida tortayotgan ahu zarini beliga oqbog'lab yig'lab dunyoning har qaysi davlatlarining oldiga berib intayin yuqori shaklda yig'lab vaqirab anglatib xuddi Yasin Kamga keshoganda nazirdan keyin qo'liga bir to'qchaq sopun 2 metr chipar qutbagini o'xshash bularningmi qo'liga Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash qarori mecburi emgeklerini çekleş kararı, digenge okşaş kararlarını çıkarıp koluğa tutkuzup yolunu selavatıdı. Aziz vatandaşlarım, ben yukarıda dep öttüm. Ben bir hayatını kanun okuş, izleniş, ügünüş bilen ötkizgen bir şahsmen. Onun için mesela bu meseleni anlatışık tırışıvatı ben. Kanunlarını çıkarış asan. Ama onu icra kılış bulmasa o kanun fakat kuruk yapıp ayrılıp kalıdı. Yani meyle Amerika çıkargan bir qancha qonunlar bo'lsin, Avrupa devletleri çıkartgan qonunlar bo'lsin. Bularning qanchalik önemi bo'layotidi. Bizning hozirgi eng cho'ng xatoligimiz shuki, biz nima uchun millatimizning ahvolini bugunga kelib qo'ydik? Biz buni o'ylashimiz kerak. Buningga savol qo'yishimiz kerak. Men bundan 18-19 yil ilgari Amerika'da keynidin nutuk ilan qilib, men aldırmay intayin tepsili düşendirip, ey xalqim, biz bu kishilik huquq inson haqlari tashkilotlarının xalqaro ishlarni içip, to'xtamay faoliyat elib berayotganligini ko'rib, bizning ishimiz mengyapti deb aldanmayli. Biz bu şekilde milletimizin kishilik huquq inson haqlari ve defsende bo'layotgan huquqlarni ve qirg'inchilik uchrayotgan milletimizin ahvolini kunda xalqaroga anglatish orqali biz eng muhim bo'lgan haq talab, zimin ve mustaqillik davarimizni,
Yani Xitayning bu Uyg'ur milletini qirishidagi birdan bir asosiy maqsadi bu Uyg'ur milletining shu zaminning xo'jasi bo'lganligidir. Uning uchun bu Xitoy hokimiyati bizning millatimizni bir millat sifatida qiryotidi deb anglatmay, biz bu Uyg'urlarni qiryotidi. Bu bizningki Uyg'ur millatiga bunday deb sentishlik qilyotidi. Bu Xitoy o'zining Uyg'ur millatiga bergan avtonomiya huquqlarini ishlatmayotidi. Xalqimizning bu huquqidan foydalanishiga yo'l qo'ymayotidi. Deganga o'xshash da'volarni olib borsak, vaqtning o'tishi bilan bu masala Xitoyning ichidagi 56 millatning ichidagi bir millatning masalasiga aylanib qilib, Xitoy bu millatga umumiyuzlik qirg'inchilik ilib borgan chig'ida bu Xitoyning ichki ishi bo'lib qoladi. Diqqat qilaylik. Shunga biz xalqaroga anglatgan chig'imizda bu zaminning egisi biz. Bu zaminda biz mustaqil davlatlarni qurgan, tarixda xonliqlarni, imperiyalarni qurgan biz. Eng oxirida 33 va 44-yillarda davlatimizni qurib dunyoga jakalagan biz. Uning uchun Xitoy bizning zaminimizni besib oldi, bizning davlatimizni besib oldi. Biz uning bilan hech qachon bir emas, ham bir bo'lib boqmagan deb bu shaklda boshlaylik dedik. U chaqda xalqaro bugünkidek qaramagan bo'ladi. Hozir tashqi dunyodagi garchi oshkora demisimi, nurg'un davlatlar Xitoy bilan va boshqa davlatlar bilan quruqlikda hamkorlashish, ya'ni bir davlatning zamin butunligiga himoya qilish, hurmat qilish shartnomasiga imzo qo'ygan davlatlar bo'lg'ashqa, bular Uyg'urlarning hozirgi siyosiy ahvolini Xitoyning ichki ishi deb qarab kelyotidi. Bu xatolik bizda. Uning uchun biz kishilik huquq, inson haqlari da'vosi bu birdan bir da'vo emas. Bu xalqimizga vakillik qilib, xalqimizni hur, mustaqil, ozod yashashga kuchi yetmaydi. Bu faqat yuqorida biz degan Yasin Gaskamga o'xshash beliga oqbog'lab g'ozi etishdan boshqa narsa emas. Bu demokratik davlatlarga ishlagan bilan bundaq fashist, bundaq bir mustabid hokimiyatga ishlamaydi deb buni anglatyapmiz. Bu deganligimiz kishilik huquq, inson haqlari davosini namoyish kuch ko'rsatishni qilmayli deganlik emas. Ularni o'z nizomnomasi prinsiplari bo'yicha qilaversin. Ammo bu bizning millatning o'rtaq davosi emas demoqchimiz. Ham buning bilan mangmaganligini ko'rdinglar. Xuddi biz yuqorida misolga olgan dehqon shuncha jafoliq ishlaganda ko'rinsimi, kuzda hech qanday g'uslanmay ikki qo'lini bo'yniga tiqib, kalla ishlimiz putqaram yo'q degandek herib charchab uyga kelib, o'zi va bolalarini och qo'yguniga o'xshash, kishilik huquq, inson haqlari tashkilotlarimiz xudo aşı dehqondek har kuni bayroq ko'tarib, har kuni ishlagandek ko'rinyotdi. Ammo uning kuzda olgan hosili bo'lmagandek u dehqonning bularningmi hech qanday hosili bo'lmayotdi. Xalqimizning ahvoli bugungi ahvoli kundan kuniga yomonlashib ketdi. Agar kishilik huquq, inson haqlari da'vosi haqiqiy kuchini ko'rsatadigan da'vo bo'lgan bo'lsa, xalqimizning ahvoli kundan kuniga bugungidek yomonlanmay, yaxshilashib qarab yuzlangan bo'ladi. U mumkin emas. Aziz vatandoshlarim, ilgirmi xalqimiz bu vaqtda jiq talashdik. Mushu dunyo Uyg'ur qurultiyiga o'xshash kishilik huquq, inson haqlari ilib berayotgan bir qism tashkilotlarimiz bilib bilmay shu davlatlardan oladigan iqtisod azroq pulga setilib, bizning millatimizni bir indigenous people kategoriyasiga kirgizib qo'ydi. Mayli uni qaysi tashkilot kirgizib qo'ygan bo'lishidan qat'iy nazar, mushundaq bir hukmni bizning millatimizga tangdi. Bizning millatimizni biz indigenous people deb atgan chig'imizda bizning xalqimizni biz Amerika, Kanadaga o'xshash davlatlar o'z vaqtida qirib yo'qitib butunlay hech zaminsiz qo'ygan indiyalarga o'xshatib qo'yamiz va o'xshatib qo'ydik. Demak, bizning davomli da'vat qilamiz, bu kishilik huquq, inson haqlari tashkilotlari tashqi dunyodan, ya'ni Amerikaning dunyoga demokratiya tarqitish, ya'ni NED, National Endorsement of Democracy. Mana mushunga o'xshaydigan tashkilotlar va xalqimiz ichidagi bir qadar vatanparvar xalqimizning
muşu kişilik hukuk insan hakları davasını ilip beriyotgan şahıslarımızdan günde bayrak götürüp sırtı çıkıp bağlılığını kögen ve hayacanlangan nadan halkımızdan bergen iktisadi bilen bu davalar ilip berilatıdı. Ve aşı devletlerden pul et koyganlığı için o devletlerinin Xitay Komünist hakimiyetinin hazırki ahvalda muşu bugünkü siyasette Xitayning zimin bütünlüğünü parçalaştığına ibaret bundak bir planı bulmaganlığı için bularni fakat kişilik hukuk insan hakları üstüdülam toxtalish qıstawatıdı. Onun için bular bizning milletimizni indigenous people kategoriyasiga kirgizib qo'ydi. Ve bunun neticesinde Xitay xuddi Amerika, Kanada'ya okşaş, yani misal keltirsek nurgun devletler var. Öz şu toprakның asli igisi, hocası bo'lgan yerlik xalqni, yani şu toprakның igisini devlet kuruş iqtidori yok. İntayin qalaq. Yer şehrinden ibaret bu ziminning intayin muhim bir kısmını egallab, uni taraqqiy qildiranmaydigan medeniyetsiz, yeziksiz devlet kuruş iktidarı ve terakkiyatga moslashish iktidarı yok deb qarab, ularni asta qirib yo'qitib, o'z ziminidan tamamen arib etgandek, Xitoy hukumati uchun biz yeşil chiroq yiqib berdik. Aziz vatandaşlarım, bu biz o'ttirib qo'ymasak bo'lmaydigan masala. Uning uchun bizning o'ttirib qo'yayotganimiz bu kişilik hukuk insan hakları davasını ilip berishni biz butunlay to'xtatamiz deganligimiz emas. Ular öz nizamnamesi ve prensipleri boyunca ilip beriversin. Ama milletimizin hak talep zimin davası ve müstakillik davasını ilip berişka bular putlaşıvatıdı. Bular toskınlık kılıvatıdı. Bular halkımızga rast sözlemey. Özlerinin nizamnamesinde müstakillik, hürlik ve zimin hak talep davası kılanmaydıganlığından ibaret bir paket tusumu onu halkımızga aşkarı oturga koymay, bizning maqsadimiz müstakillik, ahirki nişanımız müstakillik, biz onunla bu şekil arkalık yetip varımız dep başka dava kılışının aldığını, zimin hak talep davası kılışının aldığını çeklep, özlerinin nizamnamesida bundak bir hürlük, müstakillik, azatlık yeteklaydigan ideologisi ve nizamnamesi bulmagan turug'liq halkımızda aldığanlığı için halkımız bulardan rencevatıdı. Çünkü halkımız bularni milletimizni hür, azat, müstakil yaştalaydı. Bularning yanında intayin köp ziyonlar var, iqtidarlı kişiler var. Bular çokum kılalaydı, işinip kalganlığı için ularning işengen nesli günden günge emel aşmagaçka bularning milletimiz tarafından hakaretlenip çetkik kılışıp başlayatkanının neticesi bu. Bizning milletimiz oygandı aziz vatandaşlarım. Hem oyganmamız lazım bir millet süptide. Bir milletni yo'qotmaydigan narsa onun milli gururi, yani milletçiligi. Uyg'ur milleti fakat ve fakat öz milli gururini saqlab qoladigan chig'idlam bu milletni hech qanday bir tajovuz, hech qanday bir tashqi kuch monopol ve asnatsiya qilolmaydi. Bir milletni saqlab qoladigan narsa yana bir ta'kidlayli, shu milletning gururi. Şunun için düşmanımız bu milletimizin gururu bilen yetişivatıdı. Bu milletimizin gururu ne depsende kılıvatıdı. Bir milletten tili jutip ketişi mümkün, dini jutip ketişi mümkün, çırayları tegişip ketişi mümkün. Ama bu milletin milli gururu ve vatanperverliği yok almasa, bu milletini hiç kandak bir güç öz müstendiksi alanmaydı ve mengü monopol kılanmaydı da bundak gururluk millet mengü hür ve azat müstakil yaşaydı. Bu bir kanuniyet. Bir zimin, bir devlet fakat aşu kan bilen jugurulgan topudan kuruludu. Aziz vatandaşlarım, bizning düşmanimiz juqurda biz o'ttirib qo'ygandek intayin mustabid. O insan hakları, kişilik hukuk deganlardan hiç qanday xabarsiz hem hiç çatıqı yok bir hakimiyet bu. Onun anlaydıgını ok avazi ve koral kördüğünü. Çünkü bu
kommunist hokimiyetini qurgan, hokimiyetning beshiga chiqqan Mao Zedong degan manqi Xitoy o'z vaqtida miltiqdan hokimiyet chiqdi o nazariyasi bilan bu tajovuzchiligini elib borgan. Unda bo'lsa, bizmi buningga miltiqdan hokimiyet chiqdi o nazariyasi bo'yicha javob bermagimiz lozim. Buning anglaydigini faqat o'q ovozi. Uning uchun biz hozirgi mavjud kishilik huquq inson haqlari tashkilotlari bilan biz bundaq bir cho'ng inqilobiy kurashga otila olamdik? Yo'q. Chunki ularning sistemasida bundaq bir kuch yo'q. Bundaq bir nizomnoma, bundaq bir prinsip yo'q. Uning uchun bular bilan bu ish mangmaydi. Qanday qilish kerak? Xalqaro qonunlardan foydalanib, tashqi dunyoda surgunda hukumat qurish orqali uningga tashqi dunyodagi qonunlardan, xalqaro qonunlardan unumli foydalanib va janobi Allohning insonlarga bergan haq-huquqlaridan to'g'ri foydalanib, biz xalqaro qonunlarga uyg'un holda o'zimiz turayotgan davlatlarning bexatarligi va fuqarolarining bexatarligi qonunlariga himoya qilgan asosda askar qurish, askar tarbiyalash, asosiy qonunlarimizni tuzish, davlat apparatlarimizni, hukumat apparatlarimizni qurib chiqish, o'xshash faoliyatlarni elib bora olamiz va xalqaro diplomatik bir munosabat elib bora olamiz. Ammo bundaq bir muhim ishni qila oladiganligimizni bilgan Xitoy kommunist hokimiyati ve onun içimizge sığdırgan bir kısım hain casuslarının tesiri tüpeylidir. Bizden sürgünde hükümet degen bu şereflik, namdımı, ünümlük paydalanışımızga hiç kandak bir amalımız bulmadı. Hazır kayıt halkımız kanç tırışkan bolsa mu, bir kanç adam bir yagi jığılıp saylam kılış arkalık, Şarkı Türkistan sürgünde hükümet degen hükümetten 4-5'ni kuruvilip, hemmisi öz aldığı reis, öz aldığı prime minister bulup, öz aldığı karar çıkarıp, bu milletin taşkı dünyada sağlam diplomatik münasebetlerine kirişten ibaret bundak evzelliğini yer bilen yeksan kıldı. Onun için halkımız onundan desturup, özlülüğün saylaş ve sayılıştan ibaret bundak bir mukaddes hukukunu işletiş arkalık bir merkezi hükümetini kurup çıkıp ve onun arkasında durup, onu köz karşılığını asırgandaki asırap, özleri saylap çıkan, yani saylap çıkan degende 5-6 halk vekil emez. Dünyanın her kaysi jaylarına tarqaqlaşıp, olturaklaşkan Uygur milletinin bir taldan taşlagan ovazı bilen sayılıp çıkılgan bir reis ve onun halk vekilleri tarafından sayılıp çıkılgan kabinetleri bilen birlikte resmi halkaradaki devletlerinin himayesine ve kollaşıga erişişimiz gerek. Biz bu şekilde demokratik saylam elip basak, işinimiz ki Amerika başlık Avrupa devletleri bizden kurup çıkan bu merkezi hükümetimizni resmi Uygurlardan taşkı dünyadaki birden bir kanunluk hükümeti de tonuydu da bunun dinkinki milletimizin taşkı dünyada yukarıda biz oturup koygan kişilik hukuk insan hakları teşkilatları özlerinin nizamnamelerini çeklimiz tüpeyildin ilip barabavatkan ve hata ilip beravatkan bu davalarga hatimi berip hakiki milletimizge vekillik kılılgan birden bir kanunluk hükümet bulup öz vazifesini cari kıldırdı ve diplomatik münasebetler ilip berip halkaralık kelişimlerge ve tohtamlarga imza koyup milletimizin müstakillik, hürlük ve azadlıktan ibaret bundak bir hak küreş inkılaplarını resmi sağlam halde elip baralaydı. Şu münasebetle hemimizlerge Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bundan keyingi işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Aziz vatandaşlarım, ben yeni bir kıtım eskertip koyayım ki bizden taşkı dünyada elip bağan o bir asırga yakın kişilik hukuk insan hakları davalarımız hiç gücünü göstermedi. Eksince halkımızın günü günden güne yamanlaşıp bugünkidek ahvalık geldi. Demek kişilik hukuk insan hakları davası bilen bunun mağmaydıganlığını bildik. Bu şekilde mağmaydı bizden davarımız hem mağmadı. Ben en ahırda mundak bir misalını göz arkalık ben bu kıtımki sözümünü tüketmekçiyim. O bozumu heminizlağı məlum. Bizden vatanimizin janubida su kısmı boğaşka biz üyege çoğun ambalarını kurup üyege yağmur suları ve uyak bir yaktaki bulaklardan ekip gelgen sularını toplap biz su ambırı yasayımız. Lekin şu su ambarının fevkalade sucuk yiyip tişip gitmezlik için
Şu su ambarının bir qancha yerini kichikkina teshib qo'yamiz, u sungich deb qo'yamiz. Bu sungichdan shir to'xtamay az miqdorda su eqib turdi. Agar undaq bo'lmasa, bu ambar tuyuqsiz kelgan su bilan jiq-jiqilib, balkim bu ambar teshib ketishi mumkin. Hozirgi bizning kishilik huquq, inson haqlari faoliyat ilib berayotgan tashkilotlarimizning kundi bayroq ko'tarib, bir kuni u davlatda, bir kuni bu davlatda, bir kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida, bir kuni Amerika parlamentida yurganligiga qarab, biz ishlarimiz nihoyat yaxshi ketib boradi. Bizning bu kishilik huquq, inson haqlari tashkilotidagi bu rahbarlarimiz, vakillarimiz nihoyat yaxshi ish qilyapti. Deb biz xotirjam holda uyimizga kirib uxlab qolsak, u holda bu kishilik huquq, inson haqlari tashkilotininki ilib berayotgan faoliyatlari shu ombaning teshib ketmasligi uchun teshib qo'yilgan sungishlarga o'xshaydi. Bu xalqning g'azavining teshib ketmasligi uchun bundaq bir namoyishlarga bir ehtiyoj bor. Bu namoyishlarningki eng xatarlik yeri shuki, bu qancha dag'dug'uliq bo'lgan siri xalqimizning shuncha ochchig'i besilib, g'azabi besilib, hordig'i chiqib, asli muhim bo'lgan kishilik huquq, inson haqlari haq talab emas, mustaqillik, hurlik, zimin davosidan chetlab ketimiz. Uning uchun biz bu kishilik huquq, inson haqlari davosi bilan haq talab va zimin davosining chegarasini mutlaq olmag'imiz lozim. Agar bunday qilmaydiganmiz, biz yanalam bularning kunda chiqarayotgan suratlari, kunda anlatayotgan so'zlari, bir qism davlatlarning keyni-keyndan chiqayotgan qarorlariga ishinib va oldinib, biz zimin davosi qilishdan asta-asta voz kechadigan bir vaziyatni shakllantirib qo'yimizda, bir millat sifatida biz tamamen Xitoyning osmonatsiyasiga uchrab yo'qolib ketish ehtimolimiz bor. Uning uchun kishilik huquq, inson haqlari davosini yuksak o'ringa ko'tarishga mutlaq bo'lmaydi. Va bularning elib berayotgan davolari bugungacha xalqimizga qanchalik foyda keltirdi? Hozirgi ahvoldan qaraganda, bizning bir asrga yaqin elib borgan tashqi dunyodagi kishilik huquq, inson haqlari davolari xato elib berilganligi uchun xalqimizning ahvoli bugungi holga tushib qoldi. Yuqorida biz millatimizni xuddi indigenous people kategoriyasiga kirgizib qo'ydi deganimizga o'xshash. Bu bizning xalqimizning biladigan bir qismi. Teki xalqimiz bilmaydigan bularning bangvoshlik qilib o'z oldiga, gerçi xalq tarafidan saylangan, xalq tarafidan himoya qilingan, xalqqa vakolatan so'zlaydigan huquqi bo'lmasa-mu, o'zlari bangvoshlik bilan xalqaro sanlarga va qorong'i o'ylarga kirib, yana nimalarga ma'qul deganligini teki biz bilmaymiz. Buningga vaqt javob berdi. Shuning uchun Uyg'ur millatining o'rnidan dasturib bir markaziy hukumatni qurib chiqish orqali, saylam deganda biz yuqori degandek umumiy millatning bir tal ovoz bilan saylangan bir hukumatni, markaziy hukumatni barpo qilib, uni xalqaroga rasmiy shaklda tonishtirib, faqat mushu hukumatlar bizga vakolatan ish ilib bora oladi deyilgan chig'imizda, ondan biz bu davoni kontrolligimizga olgan va o'zimizning haq talab, zimin mustaqillik davosi üçün xizmet kıldığan bolimiz. Şu münasebetlerle hemmimizlerine Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bundan keyinki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Yaşasın Uygur milletinin büyük ittifaklığı. Köpçülük rahmet.